Qarang. Ikki shahid bor. Bundan tirikligida shahidligini bilgan holatda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni himoyasida yurgan sahobiylarga dalol. O'sha Umar bilan Usmon radhiyallohu anhu shahid ketishligini bilib, Payg'ambarimizni qo'riqlab yurganlar. Shu joyda 70 ta sahobiy vafot qiladi. Mana shu joyda Uhud nomi bilan mushriklar 1000 kishi bo'ladi. O'shanda munofiqlar qaytib ketadi, 700 kishi qoladi. O'sha boshqa tog'lardan olimlar tekshirib o'tkazganda jismlari ham ziyoda ekan. Boshqa tog'lar masalan yer ostiga kamroq kirsa, bu tepada qancha baland bo'lsa, o'shancha yer ostiga chuqurligi bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq, Umar radhiyallohu anhu, Usmon radhiyallohu anhu bilan Uhud tog'iga chiqqanda Uhud Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganini qilmasdan Komon tepalikdan tushganda Xolid ibn Valid bilan shu tarafdan keladi, arqa tarafdan bizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shinlariga hujum qilib 70 ta sahobiy vafot qilgan bo'ladi. Kamonchilarni xatosi uchun bu jang boy berildi. Mana shuning uchun Rasulullohimiz shundaylar keladiki, dunyoga muhabbatliklar, o'sha dunyo hissiga berilib, ya'ni boshliqqa itoat qilmasdan dinda birinchi mag'lubiyat mana shu ekanligi. يلا حبيبي انت روح من هنا وقف هنا تمام.